Şəriətdəki pul köç hiyləçilik tüzümü. Avtori Doktor Abdul Aziz Rahmetullah. Chiqim dasmoyidan chiqarilamdi yoki foydadanmi? Foyda chiqqan bo'lsa, chiqim foydadan chiqarildi. Foyda chiqmagan bo'lsa, dasmoyidan chiqarildi. O'z yenidan chiqim qilib qo'ygan bo'lsa, buni foydadan yoki foyda bo'lmasa, dasmoyidan tutib oladi. O'zining puli bilan billa pul ko'ch sherichiligining pulini olib safarga chiqqan bo'lsa yoki pul egasining ruxsati bilan yoki tijoratchilar orasidagi odat bo'yicha o'zining pulini pul ko'ch sherichiligining dasmoyisiga aralashtirgan bo'lsa va yoki boshqa ikki kishidan olgan pulni pul ko'ch sherichiligi tijoratiga aralashtirgan bo'lsa, chiqimini har bir kishidan olgan pulning miqdori bo'yicha nisbatlashtirib belgilaydi. O'zining yenidan chiqim qilib turib, keyincha pul kuch sherichiligining dasmoyisidan tutib olsa bo'ladi. Lekin bundaq ahvolda pul kuch sherichiligining dasmoyisi butunlay yo'qolib ketsa yoki butunlay ziyon chiqsa, qilgan chiqimlarini pul egasidan ola olmaydi. Chunki pul egasi pulidan boshqa ziyonni tortmaydi. Masalan, pul egasi $1000 pulni pul kuch sherichiligiga bergan bo'lsa, kuch egasi bu pulni aylantirish uchun $100 chiqim qilgan. Pul kuch sherichiligi tijoratidan $150 foyda chiqqan bo'lsa, $100 foydani kuch egasi qilgan chiqim deb berayotgandan keyin $50 foydani ikkalan putishgan bo'yicha bo'lishib oladi. Ikki taraf o'rtasida yuz beradigan jidal majralarni qandaq bir taraf qilish kerak? Keyincha jidal majra yoki talash tartish yuz bermaslik uchun, shundaqla talash tartish yuz bersa, har bir tarafning huquqining qo'g'dilishi uchun islom ko'rsatmasiga to'liq rioya qilish zarur. Shunga pul kuch kelishimining to'g'ri usulda bo'lishi nihoyatda muhimdir. Barliq kelishim va uning shartlari aniq belgilanishi, hujjatlanishi yoki guvohlikdan o'tishi zarur. Shunda qilgandilar keyincha yoq biz undaq putishgan, bundaq deyishgan deb jidallashadigan yoki to'xtamning ba'zi joylariga tinib oladigan yoki unutib qoladigan ahvol yuz bermaydi. Bundaq qilmagan ahvolda ba'zi ko'ngilsizliklar yuz beradi. Ba'zi haqlar zoya bo'lib ketadi. Hujjatlashtirib qo'ymagan ahvolda talash tartishlar tuvandagicha bir taraf qilinadi. Birinchi, ma'lum vaqt, joy yoki tovarni belgilamay cheklimasiz kelishim qilgan yoki bir narsa belgilab cheklimini kelishim qilgan deb talash tartish bo'lib qolgan ahvolda cheklimasiz kelishim qilgan degan tarafning so'zi hisob bo'ladi. Chunki uning so'zi pul kuch kelishimiga bakrak uyg'un keladi. Pul kuch kelishimidan ko'zlangan foyda cheklimasiz tijorat qilish orqali to'liq qo'lga keladi. Bundaq ahvolda cheklamasizlikni da'vo qilguvchi bir qatam qasam qilib bersa, uning so'zi hisob bo'lib ketadi. Ammo cheklama qo'yilgan turda ixtilof bo'lib qolsa, masalan, pul egasi "Men pulni sizga faqat raxt tijorat qilishga bergan" desa, kuch egasi "Menga pulni bug'doy tijorat qilishga bergan edingiz" desa, bundaq talashib qolgan ahvolda pul egasining degan so'zi hisob bo'ladi. Chunki pul kuch kelishimi har ikki xil tovarga munosib kelgachga pul egasining bergan ruxsati bilan uning so'zi kuchga ega bo'ladi. Kuch egasi isbot keltira olsa, uning isboti andan hisob bo'ladi. Ikkinchi, ikki taraf dasmoyining zoya bo'lib ketishida talash tartish qilishib qolsa, kuch egasi zoya bo'lib ketdi deb pul egasi zoya bo'lmadi deb turib olsa yoki pul egasi kuch egasiga "Sen pulga xiyonat qilding" deb turib olsa, kuch egasi buni inkor qilsa, barliq olimlarning qarshida kuch egasining so'zi hisob bo'ladi. Chunki u amonat saqlag'uchidir. Bundaq ahvolda u bir qadam qasam qilib bersa, uning so'zi hisob bo'ladi. Uchinchi, ikki taraf pulni qaytarib berishda ixtiloflashib qolsa, masalan, kuch egasi pulni qaytarib berdim desa, pul egasi pulni qaytarib olmadim desa, agarda ma'lum isbot bo'lsa, isbot hisob bo'ladi. Isbot bo'lmagan taqdirda kuch egasi bir qadam qasam qilib berishi bilan uning so'zi hisob bo'ladi. Chunki kuch egasi amonat saqlag'uchidir. Qasam qilmay turib olsa, pul egasi bir qatam qasam qilib bersa, uning so'zi hisob bo'ladi. Bu odatda hujjatlashmay pul topshirish ahvolidir. Ammo kuch egasi pulni qo'liga elishda hujjatlashib olgan bo'lsa, ammo pul qaytarib berganligiga hujjat keltirmasa yoki guvohlikdan o'tkazib olgan bo'lsa, ammo qaytarganligiga guvohchi keltirmasa, uning so'zi va qasami hisob bo'lmaydi. To'rtinchi, dasmoyi miqdorida talash tartish qilib qolganda barliq olimlarning qarshida kuch egasining so'zi hisob bo'ladi. Masalan, pul egasi "Sana $2000 berdim" desa, kuch egasi "Menga $1000 berding" desa, bundaq ahvolda kuch egasining so'zi hisob bo'ladi. Chunki pul kuch kelishimidagi pul dastlabda topshirib olganda amonat hukmini oladi. Amonatni qo'liga topshirib olguvchining so'zi hisob bo'ladi.
ikki taraf ham dasmoy miqdorida ham kelishgan foyda miqdorida talash tartish qilib qolsa, masalan, pul egisi sana $2000 berdim, sen foydaning 3dan 1ni oladigan bo'lgan eding desa, kuch egisi dasmoya $1000 edi, men foydaning yarmini oladigan bo'lgan edim desa, dasmoya miqdorida kuch egisining so'zi hisob bo'ladi. Foyda miqdorida pul egisining so'zi hisob bo'ladi. Ulardan qaysi biri so'ziga isbot keltirsa, albatta isbot bo'yicha ish qilindi. Isbot bo'lmaganda, andin ularning so'zi hisob bo'ladi. Navoda har ikki taraf isbot keltirgan bo'lsa, dasmoyi miqdorini belgilashda pul egisining isboti hisob bo'ladi. Chunki u pul egisi bo'lg'achqa, uning isboti kuchliroq bo'ladi. Foyda miqdorini belgilashda kuch egisining isboti hisob bo'ladi. Chunki olgan foydani bekitishda kuch egisining isboti kuchliroq bo'ladi. Foyda miqdoridagi talash tartish bo'lib qolsa, isbot bo'lmaganda pul egisi qasam qilib bersa, uning so'zi hisob bo'ladi. Kuch egisi foyda chiqdi deb bo'lib, keyin foyda chiqqanligini inkor qilsa yoki xato hisoblab qoptiman, foyda chiqmabdi ekan deb turib olsa va buni isbotlaydigan biror isbot ko'rsatsa, so'zi hisob bo'ladi. Chunki har qanday inson xatolashib qoladi. Isbot ko'rsatmasa, so'zi hisob bo'lmaydi. 5. İki taraf kelishim turida talash tartish qilib qolsa, masalan, pul egisi men sana pulni pul kuch sherikchiligi tijorat uchun bergan yoki amonat bergan desa, kuch egisi menga pulni qarz bergan eding, foydasini men olaman desa, pul egisining so'zi hisob bo'ladi. Har ikkisi isbot keltirgan ahvolda kuch egisining isboti hisob bo'ladi. Chunki bu ahvolda kuch egisi da'vogar, pul egisi inkor qilguvchi bo'ladi. Pul egisi qarz bergan edim desa, kuch egisi pul kuch sherikchiligi tijorat uchun bergan eding desa, kuch egisining so'zi hisob bo'ladi. Chunki u to'lashni inkor qilguvchidir. Qaysi biri isbot keltiralsa, shu tarafning isboti hisob bo'ladi. Har ikkisi isbot keltirgan taqdirda pul egisining isboti oldingi o'rinda turadi. Chunki uning isboti isbotlash jihatda kuchliroq bo'ladi. Pul kuch sherikchiligi qanday ahvolda amaldan qoladi? Pul kuch sherikchiligi tuvandagi ahvollarda amaldan qoladi. 1. Pul kuchda aylantirayotgan pul naq bo'lsa, qaysi taraf kelishimni buzib etsa, pul kuch kelishimi oyoqlashgan bo'ladi. Pul egisi kelishimni buzib etgan ahvolda kuch egisi pul kuch sherikchiligining oyoqlashganligidan xabardor bo'lishi kerak. Xabardor bo'lmay tijoratni davomlashtirsa, bu tijorat yanada pul kuch sherikchiligi tijoratiga hisob bo'ladi. Xabar topgandan keyin qo'lidagi naq pul yuan bo'lsa, aslida pul kuch sherikchiligining dasmoyisi dollar bo'lgan bo'lsa, yuanni dollarga aylantirsa bo'ladi. Lekin undan keyin u pulni boshqa pulga almashtirmaydi. Dasmoyini hech qanday bir ishga ishlatilmaydi. Pul egisi pul kuch sherikchiligiga dollar chiqargan bo'lsa, pulni dollarga aylantirib, ana dasmoyini elish haqqi bor. Foyda bo'lsa, undan keyin taqsim qilindi. Yoki ma'qul bo'lgan ahvolda shu dollar qiymatini yuan bilan baholab yuan olsami bo'ladi. Dollar bahosi pul kuch sherikchiligi tijorat uchun bergan kundagi bahoda emas, taqsim qiladigan kundagi baho bo'yicha hisoblanadi. Kuch egisining qo'lida naq pul bo'lmay, mol bo'lsa, ikki taraf kelishimni oyoqlashtirishga putishsa bo'ladi. Bundaq ahvolda qo'lidagi molning qiymatini baholab, o'ttirisida kelishgan bo'yicha bo'lishib olsa bo'ladi. Ammo oyoqlashtirishga kelishmay, bir taraf oyoqlashtirishni talab qilgan ahvolda pul egisi kuch egisini yoki pul kuch kelishimini amaldan qoldira olmaydi. U qo'lidagi molni naq pulga aylantirganga qadar mol sotadi. Pul egisi kuch egisini qo'lidagi molni sotishdan to'sib olmaydi. Ammo kuch egisi shu vaqtdan tartib qo'liga tushgan naq pulga yangidan mol sotib olmaydi. Agar molni normal bahoda sotish bakla uzrab ketishidan ansirsa, ikki taraf molni bo'lishib yoki arzon sotib yoki muvofiq baholab bir taraf qilishga yoki molni pul egisiga berib o'tishga kelishsa bo'ladi. Chunki bu ularning haqqi. 2. Ikki tarafning biri o'lib ketsa, kelishim oyoqlashgan bo'ladi. Chunki pul kuch sherikchilik kelishimi vakolatni o'z ichiga oladi. Shunga vakil yoki vakil qilguvchining o'limi bilan vakolat oyoqlashadi. Yana bir taraf sherikining o'limidan xabar topsin yoki topmasin, o'xshashla pul kuch sherikchiligi shu chog'dan tartib oyoqlashgan bo'ladi. Pul egisi o'lib ketsa, uning o'limi bilan pul kuch kelishimi buziladi. Sarmoya naq qolgan bo'lsa, kelishim buzilgan bu ahvolda kuch egisining uni bir taraf qilish haqqi bo'lmaydi. Qo'lida naq pul emas, tovar qolgan bo'lsa, navoda pul egisining o'limidan xabardor turib, mirosxo'rlarning ruxsatini olmay, pul kuch sherikchiligining malini bir taraf qilsa, buningdan kelib chiqqan ziyonni kuch egisi to'laydi. Chunki u boshqalarning malini egisining ruxsatsiz bir taraf qilgan bo'ladi. Shundaqla molni elib boshqa yurtga safar qilinmaydi. Ba'zi olimlar molni sotib o'tolmaydi. Chunki molni sotmasa kuch egisi haqqini ololmay qoladi deb qaragan.
Chiqqan payda kelishimda putishgan bo'yicha taqsim qilindi. Malning hammasi yoki bir qismi taxi naqlashmagan bo'lsa, pul egasining mirosxo'rlari bilan kuch egasi uni birlashib setib bo'lishib olsa-mu yoki tovar holatida bo'lishib olsa-mu bo'ladi. Kuch egasi setishga rozi bo'lib, pul egasi malni sotqili unmay turib olsa, pul egasi malni setishga majburlandi. Chunki kuch egasining putishgan bo'yicha foyda olish haqqi bor. U bu haqqiga shu malni sotgandala andin erisha oladi. Lekin pul egasi o'lib ketgan ahvolda uning mirosxo'rlari pul kuch kelishimini foydani bo'lishib bir taraf qilib o'tmasdan kelishimni davomlashtiraverishni talab qilsa bo'lamdi. Ba'zi olimlar o'lim bilan kelishim oyoqlashgan bo'ladi. Shunga qaytadan yangi kelishim tuzish kerak deb qaragan bo'lsa-mu, lekin kuchli qarashda mirosxo'rlar pul kuch kelishimini davomlashtirishni talab qilsa, kelishimni davomlashtiraverishga bo'ladi. Buningda pul kuch kelishimining puli naq holatda bo'lsin yoki tovar holatda bo'lsin o'xshash. Pul egasi o'lib ketib boshqalarga beradigan qarzlar bo'lib qolsa va pul kuch sherikchiligining pulidan boshqa puli bo'lmasa, kuch egasining haqqi boshqa qarzdorlarning haqqining oldida turadi. Chunki uning haqqi ashu molning o'ziga bog'lanib qolgan. Boshqalarning haqqi bo'lsa, pul egasining bo'yniga bog'langan. 3. Ikki tarafning biri sarang bo'lib qolsa, kelishim oyoqlashgan bo'ladi. Chunki saranglik kelishimning salohiyatini bekor qilib o'tadi. 4. Pul egasi islomdan yenib murtad bo'lib ketsa, pul kuch kelishimi oyoqlashgan bo'ladi. Chunki murtadlik malning egidorchilik ahvolini o'zgartirib o'tgachga kelishim salohiyatiga ta'sir yetkazadi. Buning sababi shuki, murtad bo'lgan kishining mol-mulki uning ilkida bo'lmaydi. Kuch egasi murtad bo'lib ketgan bo'lsa, pul kuch sherikchiligi davomlashadi. Chunki uning mol egidorchilik salohiyati yanada mavjud bo'lgan bo'ladi. Faqat haram narsalarda yoki haram tijorat qilishi jihatdan pul egasining uni nazorat qilishi kerak bo'ladi. Ammo musulmon bilan kafir o'rtasida pul kuch sherikchiligi bo'lmaydi degan qarashga asosan bo'lib qolsa, kuch egasi murtad bo'lib dindan yenib ketsa, pul kuch kelishimi oyoqlashadi. 5. Pul kuch sherikchiligining dasmoyisi kuch egasining qo'lida yo'qolib ketsa, pul kuch sherikchiligi oyoqlashadi. Chunki u omonatdir. Omonat yo'qolib ketgandan keyin pul kuch sherikchiligi qilolmaydi. Shundaqla kuch egasi dasmoyini boshqa biriga berib olsa yoki xajlab olsa yoki yeb olsa, uning bilan bir narsa setib olmaydigan bo'lg'achqa pul kuch kelishimi oyoqlashgan bo'ladi. Buningga barliq olimlar ittifoq. Ammo pulning bir qismi taxa pul kuch kelishimini boshlamasdan yo'qolib ketsa-chi. Bundaq ahvolda qolgan pul bilan pul kuch kelishimi bo'yicha tijorat qilaversa bo'ladi. Lekin dastlabda bergan pulning hammasi pul kuch sherikchiligining dasmoyisi hisoblanadi. Ba'zi olimlar qolgan pullar pul kuch sherikchiligining dasmoyisi hisoblanadi deb qaragan. Albatta, pul kuch kelishimini boshlab bo'lgandan keyin sarmoyaning bir qismi yo'qolib ketsa, pul kuch sherikchiligi buzilib ketmaydi. Ziyon foydadan to'liqlanib, kelishib davomlashtiriladi. Yuqorqi ahvollarda pul kuch kelishimi oyoqlashsa, dasmoyaning yoki pul kuch sherikchiligining puli boshqalarda qarz bo'lsa va kuch egasi pul kuch sherikchiligidan foyda olgan bo'lsa, bu qarzlarni u yig'ib berish kerak. Chunki u ishlayguchi bo'lib, uning ish haqqi shu qarzni yiqqandala qo'lga tegadi. Hamda qarzni yig'masa, uning ish haqqi to'liq bitmagan bo'ladi. Foyda olmagan bo'lsa, yig'ib berish kerak emas. Chunki u bundoq ahvolda bekorga ish qilib bergan odam hisobida bo'ladi. Bu sababdan qarzni yig'ib berish majburiyati bo'lmaydi. Faqatla qarz topshiradiganlarni pul egasiga tunishtirib qo'yishi va pulni mushu kishiga topshirib beringlar deb qo'yish kerak. Hujjat orqali qarzni topshirib olish vakolati chiqarib berish lozim bo'lganda hujjat chiqarib berish kerak. Shunday qilganda pul egasining haqqi zoya bo'lib ketmaydi. Ozg'ina qarz bo'lsa yig'ib bergani afzal. Albatta, qarz yig'ishga ketgan kira yoki boshqa chiqimlar dasmoyidan bo'ladi. Pul kuch sherikchiligidan ziyon chiqqan bo'lsa, oldi bilan chiqqan foydadan ko'tarildi. Ziyon foydadan ortiq bo'lsa, asli dasmoyidan ko'tarildi. Kuch egasi ziyonni ko'tarmaydi, chunki u omonat saqlag'uchidir. Majburiyatini ado qilmay beparvolik qilib, ziyonga sabab bo'lgan bo'lsa, ziyonni o'zi to'laydi. Pul kuch sherikchiligida mablag'ning zakatini pul egasi beramdi yoki kuch egasimi? Pul kuch kelishimida hisobni bo'g'ib foydani bo'lish bo'lmagan ahvolda pulning zakatini pul egasi beradi. Ya'ni asli dasmoyi bilan uning foydasiga zakat beradi. Uningdan barliq chiqimlarni kuch egasining oladigan foydasini undan boshqa yana boshqalarga berish kerak bo'lgan qarzlarni chiqarib atgandan keyin qolgan pulga 2,5% miqdorda zakat beradi. Masalan, biriga $1000 pulni foydani tang olamiz deb pul kuch sherikchiligiga bergan bo'lsa, keyin u pul foydasi bilan $3000 bo'lgan bo'lsa, pul egasi $2000 ga zakat beradi.
Kuch egisi pul kuch tirikchiligining pulining egisi bo'lmag'achqa, uning zakatini bermaydi. Faqatla u oladigan payda yolg'iz holatda yoki boshqa mollari bilan zakat berish o'lchamiga yetsa, payda qo'liga kirib 1 yil o'tganda 2,5% miqdorda zakat beradi. Chunki qo'liga tegmasa, uningda to'liq egidorchiligi bo'lmagan bo'ladi. Hamda undaq chaqda ziyon chiqsa, ziyon pul egisiga bo'ladi. Hisoblashgandan keyin andin uning egidorchiligidagi mol ma'lum bo'lg'achqa 1 yil o'tgandan keyin uning zakatini beradi. Pul kuch kelishimi bo'yicha hisobni bo'g'ib, foydani bo'lish bo'lgan ahvolda har ikki taraf o'ziga tava bo'lgan pulga zakat beradi. Kuch egisi dasmoyini o'zining yoki boshqalarning dasmoyisiga aralashtirsa bo'lamdi. Shu yurtdagi tijoratchilarning odati kuch egisi pul kuch tirikchiligining dasmoyisini o'zining yoki boshqalarning dasmoyisiga aralashtirgan odat bo'lsa, bu joiz bo'ladi. Bundaq ahvolda pul egisining bu xususda ayrim ruxsati bo'lishi kerak emas. Ammo tijoratchilarning odatida aralashtirmaydigan odat bo'lsa, pul egisi aralashtirishga ayrim ruxsat qilish kerak. Yoki o'zingiz xohlaganingizcha bir taraf qiling degandek umumiylik ruxsat bersa bo'ladi. Bu kuchli qarashdir. Yana ba'zilar aralashtirsa bo'lmaydi deb qaragan. Pul egisi kuch egisiga pul kuch tirikchiligining malidan tashqari yana ayrim malini tutqizib, buni men uchun setib qo'ying desa bo'lamdi. Kuchli qarashga asosan bu ikkilarning o'rtasidagi do'stlik yoki birodarchilik uchun qilib qo'ydigan ish bo'lg'achqa mayli deyiladi. Lekin kelishimda mening ma'vu malimni setib qo'yishingiz shart deb shart qilgan bo'lsa, bu shart bekor bo'ladi. Pul kuch kelishimi to'g'ri bo'laveradi. Pul kuch kelishimi bo'yicha chiqqan foydani bo'lishgandan keyin dasmoyini qaytarib olmayla yangidan pul kuch kelishimi qilgan ahvolda keyin chiqqan ziyon qanday bartaraf qilindi? Pul kuch kelishimi bo'yicha tijorat qilgandan keyin barliq hisob bo'g'ilib, pul naqdlashgandan keyin ikki taraf foydani bitishgan bo'yicha olsa, andin pul egisi asli dasmoyini qo'liga qaytarib olmay turib, yana pul kuch kelishimini davomlashtirgan ahvolda keyin ziyon chiqsa, bu ziyon dasmoyiga bo'ladi-da, bu ziyonni faqatla pul egisi ustiga oladi. Kuch egisi olmaydi. Chunki bu yangi bir kelishim hisobida bo'ladi. Pul kuch kelishimi texi oyoqlashmay turib chiqqan foydani bo'lishib olgan bo'lsa, andin ziyon chiqsa, ular olgan foyda dasmoyiga qaytariladi. Dasmoyi to'liqlanib, foyda uningdan oshgan ahvolda, andin u foydani ikkilan bo'lishib olsa bo'ladi. Dasmoyi to'liqlanmasa, kuch egisi bu ziyonni to'lamaydi. Pul kuch kelishimida foydaning bir qismini uchinchi bir shaxsga berishga bitishsa bo'ladi. Ba'zi olimlar bunday qilsa bo'ladi deb qaragan. Bu kuchli qarashdir. Chunki har ikki taraf o'z nasibasidan bir qismini kelishimning sirtidagi boshqa bir shaxs yoki o'ringa berib o'tishga bitishgan bo'lsa, ular bunday qilishga to'liq haqliqdir. Hamda buningda sadiqa ehson ishlarini rivojlantirish va saxovat yo'lini keng ochib o'tish bor. Chunki xayr-saxovat jamiyatlari darul tam, maktab va musofirlarni kutib olish xizmatiga yoki qiyinchiligi bor ma'lum bir shaxs yoki miskinlardan xabar oladigan o'rin qatorliq yordamga muhtoj joylarga yordam qilishga bitishib, pul kuch tirikchiligidan chiqqan foydaning bir qismini berdiganga bitishib kelishim tuzsa, bu musulmonlarga foydali ham o'zlariga xayrli ish qilgan bo'ladi. Pul kuch kelishimida dasmoyiga kebil bo'lgan kishi foydaning bir qismini elishni shart qilsa bo'lamdi. Pul kuch kelishimida kuch egisi amana saqlag'uchidir. Uningdan sahvallik o'tmasdan tabiiy ofat yoki bo'lan-talonga uchrashdak boshda biror kelishmaslik tufaylidan bu amonat zoya bo'lsa, u ziyonni to'lamaydi. O'zining beparvoligi yoki yaxshi xabar olmaganlik sababidan zoya bo'lib ketsa, ziyonni to'laydi. Pul egisi birinchi turdagi ziyonga, sahvalliksiz zoya bo'lishdan keladigan ziyonga kepil talab qilsa bo'lmaydi. Ikkinchi turdagi ziyonga, beparvolikdan kelib chiqadigan ziyonga kepil talab qilsa bo'ladi. Ammo kepil bo'lish degan badalsiz holatda pidokorlik qiladigan ish bo'lg'achqa, uningga ish haqqi olishga yoki foydaning bir qismini shart qilishga bo'lmaydi. Yetim boladan xabar oladigan kishi yetimning pulida pul kuch tirikchiligi qilsa bo'lamdi. Ba'zi olimlar o'ziga odatdan yuqori miqdorda foyda belgilab olmay, al-qatori foyda belgilasa joiz bo'ladi degan. Yana ba'zi olimlar kishilar ishonchsizlashib ketgachga bunday qilish mutlaq joiz bo'lmaydi deb qaragan. Pul egisining kuch chiqarg'uvchini molni sotishga zo'rlash haqqi bormi? Mol foyda chiqqan bo'lsa, sotishga majburlash haqqi bor. Kuch egisi ana dasmoyi pulni foyda chiqqan bo'lsa nisibasi bilan pul egisiga topshirib olsa, andin o'zining hisobiga qolgan molni sotmay saqlash ixtiyori bo'ladi. Foyda chiqmagan bo'lsa, kuch egisini sotishga zo'rlash haqqi yo'q. Bunday ahvolda kuch egisi pul egisiga ana pulni yoki ana pul o'rniga molni berib olsa bo'ladi.
pul egisi kuch chiqarg'uvchidan biror kepil tepishni talab qilishi joiz bo'lamdi? Pul kuch kelishimida pul egisi kuch chiqarg'uvchidan biror kepil tepishni shart qilishi joizdir. Ziyanning hammini yoki bir qismini kuch chiqarg'uvchi man ko'taray deb turib olsa, pul kuch kelishimi joiz bo'lamdi. Pul kuch kelishimi qilganda undaq shart qilish yoki taklif berish to'g'ri emas, inovatsizdir. Ammo pul kuch sherikchiligining ishiga tutish qilib, ziyon chiqib bo'lgan chaqda ziyonning hammini yoki bir qismini kuch chiqarg'uvchi man ko'taray deb turib olsa joiz bo'ladi. Buningda biror cheklama yoki boshqa chatoq yo'qdir. Chunki bu shar'iy jihatdan to'xtamni o'zgartmay, o'z haqqini boshqalarga xohlagancha berib o'tishdan iboratdir. Shunga bexastalik yoki qasddan beparvolik qilgan bo'lmasa, ziyon chiqqan ahvolda shar'iy qoida bo'yicha ziyonning hammini pul egisi ustiga oladi. Ammo da'vo ochmasdan yoki ziyonni to'laysan deb turib olmagan ahvolda pul egisi o'zligidan fidokorlik qilib, ziyonning hammini yoki bir qismini to'layman deb qolsa, to'lisi bo'ladi. Chunki u tashqi ko'rinishda bexastalik yoki sahvarlik ko'rinmasimi, ammo o'zida biror kamchilik bor deb o'ylaganlikdan shunday qiladi. Bu har kim o'z milida erkin tasarruf qila oladi degan shar'iy qoidaga tushadi. Bu kamchilikni hali ishlatib to'xtamlashganda ishlatib olishga bo'lmaydi. Yig'inchoqlaganda pul egisi to'xtamlashganda ziyonni to'lashga va'da qilgan bo'lsa-mu yoki qilmagan bo'lsa-mu, keyin ziyon chiqqanda to'lash yoki to'lamaslik o'zining marhamatidir. To'lash majburiyati yo'qdir. Pul kuch sherikchiligiga munosabatlik ba'zi masalalar. Kuch egisi vafot bo'lib ketib qoldirgan mol-mulkining ichida pul kuch sherikchiligi uchun ajratgan mol aniq bo'lmasa, pul kuch kelishimidagi puli u qoldirgan mol-mulkdan qarz hisobida chiqarildi. Chunki u noma'lum bo'lg'achqa ishlatayotgan bilan o'xshash bo'ladi. Kuch egisi bajgir yoki bozor boshqarishdagilarning o'zlarini avara qilmaslik uchun bir narsa bergan bo'lsa, bu chiqim pul kuch sherikchiligining pulidan chiqarildi. Kuch egisi qarzga bo'g'ilgan holatda o'lib ketgan va pul kuch sherikchiligiga tava mol qoldirib ketgan ahvolda pul kuch sherikchiligiga bergan pulning miqdori aniq bo'lsa, pul kuch sherikchiligining mali bilan belgilangan foydani pul egisi olsa bo'ladi. Kuch egisining foydasi qarzga hisoblab beriladi. Kuch egisi pul kuch sherikchiligining malidan o'zi uchun sotib olsa bo'ladi. Lekin o'zi uchun sotib olgan ahvolda boshqalarga sotgan bahoda hisoblash kerak. Shundaqla pul egisimi pul kuch sherikchiligining malidan bozor narxi bo'yicha sotib olsa bo'ladi. Bir taraf yana bir tarafni ma'lum miqdordagi pulga xiyonat qildi deb turib olgan ahvolda qoralang'uvchi qasam qilib bersa da'vo aqlangan bo'ladi. Qasam qilmay turib olsa xiyonat qilganligi isbotlanadi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Sajiya Islom tadqiqot markazi